Bu videomiz ustakalar uchun. Ustakalar, sizlar tajribalardan ozgina foydalanamiz va hamma uchun manfaatli bo'ladigan video yaratamiz, xudo xolasa. Qanaqa desanglar, oldimizda 4 ta vilka turibdi. To'ralasida ham Mercedes 200 ga moslangan bo'ladi, lekin vtulkani joylashish holati har xil, 4 xil holatda. Bu narsani juda ko'pchilik har xil qoqadi. Kim qanaqa qoqadi va qaysi holatda qoqsa yumshoqligi yaxshi bo'ladi va rezinkalari yaxshi o'tiradi. Shuni yozib ketinglar kommentariyada, hamma uchun manfaatli bo'lsin inshaalloh. Birinchi variantimiz o'zini holatida bo'ladi, ya'ni qoqilganda shalvoy tarafga qarab turadi shu rezinkasi. Ko'rib turibsizlar akalar. Ikkinchisi gorizontal vilkaga nisbatan bu shunaqa holatda turadi. Uchinchi variantimiz vertikal holatda bo'ladi, tikka qoqiladi. Ko'pchilik shunaqa qoqar ekan. To'rtinchisi sanniblot tarafga qaragan bo'ladi, richaydi rezinkasi tarafga. Ko'rib turibsizlar akalar. Kim qanaqa qoqadi akalar, yozib ketinglar. Xudo xolasa hamma uchun manfaatli bo'lsin.